Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Ertaga 16-may soat 18:00 da Oqa ukammiz. Qolamiz kofe shopimizda. Oka yangi kofe shop ochdi, Xudo xolasa. Hamma blogerlarga taklif qildi. U bilasizlar. Siz ham oka. Qizlar ajali. Boramiz ukam, podдержкадamiz. Xudo xolasa premium tam shunaqami? Shunaqa oka. Xudo xolasa Namanganda birinchi bo'lish kutib turibdi oka. Keysanglar. Shu olam mehmon ketasizlar oka. Bo'ldi, podдержкадamiz. Alloh rozi bo'lsin. Ertaga obunachilar bilan birgalikda o'tamiz. 16-may 18:00 da. Xalq tili bilan aytganda, 17-chi zapravkaga yetmasa, 17-chi avtobaza zapravkasiga yetmasa, o'ng qo'lda. Ukam niyada ishlaytirmizlar bilan kelibdi. Oka, asmerda foydalanib turasiz dedi. Gap yo'q, e'tibor uchun. Joyingiz sog' bo'lsin. Ochoqlatga oldida qolamiz hammani. Oxir rahmat ukam. Ey Robbimiz, Parvardigorimiz, bu qilingan xatmonalarimizni qabul ayligin. Bu muborak maskan, Uhud tog'ida turibmiz. Bu joyda o'tgan Hamza roziyallohu anhu 70 ta qori murattab shahid sahobalar yotishibdi. Jonlarini fido qilgan sahobalar yotishibdi bu joyda. Bu joy payg'ambar alayhissalomning ko'zlaridan yosh oqqaniga guvoh bo'lgan joylar. Ya Robbal alamin, bu joyda din uchun, millat uchun jonlarini fido qilgan sahobalardan san rozi bo'lgin. Alloh taolo hammalarimizni iymonimizni salomat aylagin. Bu joyga kelgan, yurtimizdan kelgan jamiki hojilarimizni hajlarini hajjul mabrur, saylarni sayil mashkur gunohlarini mag'fur aylagin. Ya Robbal alamin, ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin. Jamiki mu'minlarning gunohlarini kechirgin. Mana shu joyda o'tgan jamiki sahobalardan san rozi bo'lgin. Qiyomatda payg'ambar, siddiq, shuhado, ulamolarning qatorida jam bo'lishligimizni nasib aylagin. Bu xatmonalarimiz har bir harfi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Biz bugun Toshbog' sentrda Rayhon oshxonasiga kelganmiz. Oga necha xil ovqatlar bor? 35 xil ovqat, 40 xil ovqatlarimiz bor. Suyuq, quyuq, yevra, milliy taomlar. Xudo xolasa barchalarini kutib qolamiz. Mana oshda katta qozonda Abdulhamid osh qiladi. Nechadan nechigacha? Xudo xolasa 10:30 da ochiladi, uzoq 1:30 da tugadi. Bo'l, oka, bu bitta narsaga hayron bo'ldim. Hozir ham klientlar o'tiribdi. Ovqat yetarli ekan-a? Ovqatlar Xudo xolasa mazasi yo'q. Vaqt soat yo'q. Vaqt soati yo'q. Set. Ha. Voy, Namangan xalqiga set. Mana yerda mash ko'rib turgan hammasi 1 kilo o'sha oka 399 ming so'm kelishaveradi. Bo'ldi. Bo'pti. Mana shu zakaz nomerlar 10 ka aloqa chiqaringizlar. Abdulahad aka, mana shu King Burger assortiment bilan men to'ydira olmasam, siz hech kim to'ydira olmaydi. Bu narsalar bilan to'ydira olmasangiz kerak u. Bismillah. Voy. Voy. Sirini ichi buni tortadi-yu. Voy. Yakka yeyish mazada. Lola ichkali filialdagi King Burger mahsulotlari. Alhamdulillah.